Çünkü cemiyette qo'lda kuchi va boylik va kishilar kofir yoki fosiq bo'lsa, payg'ambar odatdagi taqvodor odamdan bo'lsa, kishilar cho'ng imtihonga duchor bo'ladi. Xuddi bugungi kunimizda o'zini musulmon, Allohga ishonaman deb turgan nurg'ulg'an yoshlar, nurg'ulg'an kishilar pulisi yo'q kofirlarga avaz qilganga o'xshash. Ana shu davrda shunday bo'lgan. Haqiqatning pulisi bo'lmasa-mu, kuchi bo'lmasa-mu, hamon haqiqat deb ergishadigan kishilar nihoyat oz bo'ladi. Biz ilgirki dersimiz deganimizdek, Talutning qo'shini ichidagi Davud Amaliklarning podshohi ham qo'mondoni bo'lgan Jalutni o'ltirgandan keyin Amaliklar mag'lub bo'lib, chekinadi, Falastindan qochadi. Bani Isroillar bo'lsa, Talutning qo'mondonligi ostida urush qilib, o'zining zaminini qaytadan qo'lga oladi. Davudning Jalutni o'ltirganligi Bani Isroillar ichida pur ketadi. Tillada daston bo'ladi. Talut va'da qilgani bo'yicha Jalutni o'ltirganligi uchun Davudga o'zining qizini berib, uni kuyovul qilib oladi. Shunday qilib Bani Isroillar o'zining zaminini qaytadan qo'lga olib, burunqi turmushiga qaytadi. Yillar o'tadi. Ularning payg'ambari Shumavul alayhissalom vafot topadi va ularning podshohi Talut vafot topadi. Talut vafot topgandan keyin podshohlik o'rniga Davud chiqadi. Davud podshoh bo'lgandan keyin Alloh taolo payg'ambarlik vazifasini Davudga yuklaydi. Shunday qilib Davud alayhissalom ham podshoh, ham payg'ambar bo'ladi. Shunday qilib Bani Isroillarga kelgan payg'ambarning podshohlik davri boshlanadi. Ya'ni Davud alayhissalom ham podshoh, ham payg'ambarlikni teng qo'lda jo'g'lagan tunji payg'ambar edi. Alloh taolo Davud alayhissalomni payg'ambar qilgandan keyin uningga payg'ambarlarga xos ilm, hikmat ato qiladi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hakta وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ Davud Calut'unu öldürdü. Yani Amalikların komandanı, padişahı boğan Calut'unu öldürdü. Allah Teala onun hikmetini verdi. Yani peygamberlikini verdi ve doğru işini doğru vakti kılalaydıgan bu şundak hikmetini verdi. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ Allah onunla özü halıqan ilimlerini bildirdi deydi. Onundan başqa Allah Taala Davud alayhissalamga başqa peyğəmbərlərə verməyən artıqçılıqlarını və hər xil möcüzələrini verdi. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə "Və laqad atayna Davuda minna fadla" Biz Davudqa nurg'ulgan fazilat, nurg'ulgan artıqçılıqlarını berdik deydi. O artıqçılıqlar bolsa, quşlarning Davud alayhissalamga bo'ysunishi, Davud alayhissalamning qo'lda tömürning xuddi ximirdek yumshab ketishi va undan boshqa nurg'ulgan mo'jizalar edi. Demak, Davud alayhissalamda ham kuch, ham boylik, ham podshohlik, ham payg'ambarlik, ham ilm, ya'ni kishilarning havas qilgan hamma narsasi jo'g'langan edi. Bu sebepten Bani İsraillar Davud alayhissalamning davrida islomga, Allohga bo'lgan iymonga qaytadan qaytadi. Chunki jamiyatda qo'lda kuchi va boylik va kishilar kofir yoki fosiq bo'lsa, payg'ambar odatdagi taqvodor odamdan bo'lsa, kishilar cho'ng imtihonga duchor bo'ladi. Ya'ni insonda dunyoni cho'ng biladigan, kuchni cho'ng biladigan bir tabiat bor. Bu sebepten inson haqiqat bilan kuchning, haqiqat bilan boylikning o'rtasida imtihon qilinadi. Masalan, Bani İsraillarga ilgari kelgan payg'ambarlarning hammasi degudek o'zi Namrod, taqvodor, solih kishilar edi. Ammo kuch bo'lsa, zolim o'xshash podshohlarning qo'lida, boylik bo'lsa, Qarunga o'xshash fosiq, zolim kofirlarning qo'lida edi. Mana bu sababdan ko'p sonliq Bani İsraillar haqiqat imtihonidan o'tolmaydi. Chunki haqiqatni da'vo qilgan kishining qo'lida kuch yo'q, puli yo'q, kofir, zolim degan kishilarning qo'lida bo'lsa, kuch, boylik bor edi. Haqiqatning pulisi bo'lmasa-mu, kuchi bo'lmasa-mu, hamon haqiqat deb ergishadigan kishilar nihoyat oz bo'ladi. Chunki yuqori deganimizdek insonning tabiatida tabiiy holda kuchni, pulni, mol dunyoni cho'ng biladigan bir tabiat bo'ladi. Bu sababdan nurg'ulgan kishilar Musa alayhisolamda haqiqat bo'lsa-mu, ammo Qarunni cho'ng bilgan, Qarunga havas qilgan, xuddi bugungi kunimizda o'zini musulmon, Allohga ishonaman deb turgan nurg'ulgan yoshlar, nurg'ulgan kishilar pulisi yo'q kofirlarga havas qilganga o'xshash. Ana shu davrda shunday bo'lgan. Ammo Davud alayhisolamning davri kelganda bo'lsa, pul, kuch, payg'ambarlik, ya'ni haqiqatning hammasi Davud alayhissalamda jo'g'lashgan. Bu sababdan ularning islomga ergashmaslikka, islomga qaytmaslikka hech qanday bahona qolmagan. Chunki iqtisodmi, kuchmi, iymonmi, haqiqatmi Davud alayhissalamda. İlgirki Bani İsraillar Musa alayhissalamga tushirilgan Tavratni har xil shaklda o'zgartirib o'tganligi uchun Alloh taolo Davud alayhissalamga Zaburni tushirib berdi. Alloh taolo Qur'on-i Karimda "Va laqad atayna Davuda zabura" Biz Davudga Zabur degan kitobni tushirib berdik deydi. Alloh taolo Davud alayhissalamga kishilarning orasida hukm qilishda, davlat yurgizishda mush kitobga asoslanishga buyurdi. Shundaqla Davud alayhissalamga kishilarning orasida qanday hukm qilishni o'rgatdi. Masalan, bir kuni Davud alayhissalam masjidda ibodat qilib o'tirayotgan vaqtda ikki odam masjidning tamidan yomishib tushdi. Davud alayhissalam bu kechada tamdan yomishib tushgan ikki odamni ko'rgandan keyin ansiraydi. Bu ikki odam "La taxaf, xasmani baga ba'duna ala ba'din, tahkum baynana bil haqq." Ansirmang, biz yomon odam emas. Biz ikkimiz davolashib qoldik. Bizning oramizda haqiqat bilan, odillik bilan bir hukm chiqarib qo'ying deydi. Davud alayhissalam "Bo'ladi, qani aytinglar, sizlarning da'voyinglar nima?" deydi.
O adamning birisi gap boshlaydi. Inna hadha akhi lahu 99 na'ja. Ma mening qarindishim. Buning 99 sog'liqi bor. Mening bo'lsa bir sog'liqim bor. Uni shundoq ko'p sog'liq o'tirib, mening bir sog'liqimga ko'z tikib va azzani fil xitab. Gapni ustulik qilib, mendan bu quyimni ilib olmoqchi bo'lyapti deydi. Ya'ni o adam Davud alayhissalomga xuddi zulm qilingandek, buzaq qilingandek gaplarni anlatadi. Davud alayhissalom o adamning gapini anglagandan keyin laqad zalamaka bi su'ali na'ajatika ila ni'aji. Qarindishingning 99 sog'lig'i bor turib, sening bir sog'lig'ingga ko'z tikib, sana zulm qildi. Nurg'un shiriklar bor. Ana shundaq ularningki hissi ko'p turib, hissi ozg'imi shundaq zulm qiladi. Ammo Allohga haqiqiy ishongan, oxiratga ishongan kishi undaq zulm qilmaydi. Va qalilun mahum. Ular na'ayt az. Ya'ni hissi az shiriklarga zulm qilmaydigan kishilar na'ayt az deb o'shundaq gaplarni qilishga boshlaydi. Davud alayhissalomga zabur berilib ayirgan bu tunji hukmda ikki tarafning gapini tang anglab boqmay turib, birisining gapini anglabla, uning o'lishining ozligini anglab, uni xuddi bechordek ko'rib, uni zulmga uchirgandek o'shundaq hukm qilib xatolashadi. Davud alayhissalom bu hukmni chiqargandan keyin u ikki odamning farishta ekanligini bildi-da, ikki tarafning gapini anglamay turib chiqargan bu hukmda xatolashganligini his qilib, Allohga tavba qildi. Alloh taolo Davud alayhissalomga fag'afarna lahu zalik. Biz Davudni afo qildik. Ya'ni mushundaq qilish orqali Davudga kishilar orasida qanday hukm chiqarishni o'rgatdik deb Qur'on Karimda bayon qiladi. Demak, biz bu qisqa voqealikdan shuni ko'ra olamizki, boshqalarning orasida hukm chiqargan vaqtimizda chuqur ikkala tarafning gapini anglab, undan keyin chiqarishimiz kerak. Bir tarafning hissi az, bechora, nomratlik qarab turib, chuqur shu zulmga uchragan bo'lishi mumkin deb hissdoshlik qilib hukm chiqarsa xatolashimiz. Ba'zida kuchlik, hissi ko'p odam emas, hissi az, ojiz kishilar boshqalarning haqqini yemilishi mumkin. Shunga har ikki tarafning oldin gapini anglab boqib, undan keyin hukm chiqarishimiz kerak. Alloh taolo bu qisqa voqealikni Davud alayhissalomning qissasida bayon qilish orqali mayli ayol o'tirisida hukm chiqaraylik, mayli qarindosh o'tirisida hukm chiqaraylik va yoki islomiy davlatda sud o'rinlarida shirk tijorat qilganlarning orasida hukm chiqaraylik, chuqur ikkala tarafning gapini anglab, undan keyin hukm chiqarishimiz kerak. Mening ulushi ozken va yoki men ojizroqken, zulmga uchrab ketgan bo'lish ehtimoli ko'p deb ehtimolga tayinib hukm chiqarishga bo'lmaydiganligini Qur'on Karimda bu voqealikning bayon qilinganligini ko'ramiz. Alloh taolo bu masaladan Davud alayhissalomga: "Ya Davud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Ey Davud, biz seni hukmron qildik, izbosar qildik. Fahkum baynan nas bil haqq. Kishilar orasida adolat bilan hukm qil. Ikkala tarafning gapini anglab, uningdan keyin hukm qil. Istashliqqa, ich og'riq asoslab hukm qilma. Va la tattabi'al hawa. Havoy havisinga ergashma. Ya'ni boshqalarga ich og'ritib, istashliq qilib, bunday hukm chiqarma. Agar sen istashliq qilib, boshqalarga ich og'ritib va o'z xohishing bilan hukm chiqarsang, fayudillaka an sabilillah. Bu istashliqing, bu ich og'ritishing seni Allohning yo'lidan chiqarib o'tadi. Ya'ni seni ozdirib o'tadi. Innallazina yudilluna an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Allohning yo'lidan chiqib ketgan kishilar, ya'ni boshqalarning orasida hukm chiqarishda o'zining nafsiy xohishi yoki boshqalarning ko'nglini avaylab Allohning yo'lidan chiqib ketgan kishilar, ularga nihoyat qattiq azob bor. Chunki ular hisob kunisini unutib qolgan. Allohning oldida ma chiqargan fatvorimdan, ma chiqargan hukmimdan so'rlama degan buni unutib qolgan. Shuning ularga qiyomat kuni nihoyat qattiq azob bor deb Davud alayhissalomni ogohlantiradi. Ya'ni Alloh taolo Davud alayhissalomga mana mushundaq ishlar orqali davlat boshqarishni, idora qilishni o'rgatadi. Davud alayhissalom Alloh taoloning o'ziga bergan ilm, hikmati, payg'ambarligi va saltanatiga shukr qilib, nihoyat ko'p ibodat qiladi. Zaburni nihoyat chiroyli o'qiydi. Shundaqla Davud alayhissalom davlat ishlari bilan ibodatlarini, namozlarini, ro'zlarini nihoyat ratlik, birsi-birsiga zidlashtirmay ilib manganligi uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ahabbus salati ilalloh salati Davud. Allohga eng suyimli namoz Davudning namoz o'qish shakli edi. Davud alayhissalom qanday namoz o'qiydi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uni bayon qilib, kana yanamu nisfil layl. Davud kechining yarmigachilik uxlaydi. Yerimida qopab, kechining 1/3 namoz o'qiydi. Ondan keyin kechining oxirgi 6/1 uxlaydi deydi. Davud alayhissalomning ruhi haqida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ahabbus siyam ilalloh siyamu Davud alayhissalom. Allohga eng suyimli ro'za tutish shakli Davud alayhissalomning ro'za tutish shakli. U bo'lsa, yasumu yawman, yaftur yawman. Bir kun ro'za tutadi, bir kun iftor qiladi deydi. Shundaqla bu xil shaklda ro'za tutish Rasululloh bizga sunnat qilgan. Ya'ni bir kun ro'za tutib, bir kun iftor qilib, bir kun ro'za tutish, ya'ni kun oqlab ro'za tutish bu bir sunnat. Ya'ni Davud alayhissalom davlat ishlarini idora qilish bilan birga ibodatlarini ana shunda Allohga eng suyimli shaklda ado qiladi. Shundan bilan birga Alloh taolo uningga bergan iqtidordan foydalanib, urush, jihad uchun har xil uskunlarni, savutlarni, temir kiyimlarni yasaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda va allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. Biz Davudga urushni yaranishdan saqlanish maqsadida savut yasashni o'rgatdik. Ya'ni uning qo'liga temir chiqsa, xuddi xamirdek yumshab ketadigan mushundaq iqtidorni berdik. U mush iqtidordan foydalanib
savutlarni yasadi. Fahal antum shakirun. Sizlar buning qarta Allohga shukr qilamsizlar, minnatdorlikni bildiramsizlar deydi. Ya'ni bildirishinglar kerak deydi. Shunga tarixiy manbalarda insoniyat tarixida urush kiyimi, ya'ni savut tunji bo'lib Davud alayhissalomning davrida yasalgan deb qaraladi. Davud alayhissalomda ham payg'ambarlik, ham kuch, ham saltanat, ham boylik, ham adolat jo'langanligi uchun uning davrida kishilarning hammasi islomga qaytib, uning hukmronligi, uning saltanati nihoyat kuchlanib ketdi. Alloh taolo Qur'on Karimda va shadadna mulkahu va ataynahu al-hikma va faslul khitab. Davudning saltanatini, ya'ni podshohligini, hukmronligini kuchaytirdi. Uningga hikmat ato qildi. Ya'ni to'g'ri ishni to'g'ri vaqtda, to'g'ri uslub bilan qila oladigan bu iqtidorni berdik. Va faslul khitab va so'z qobiliyati berdik deydi. Ya'ni Davud alayhissalomda kishilar havas qiladigan ortiqchilikning hammasi degudek jo'glashgan. Yana bir ortiqchilik bo'lsa, Davud alayhissalom podshoh turib o'zi ishlab turmush kechirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Davud alayhissalomning ortiqchiligini bayon qilib, "Va la ya'kulu illa min amali yadihi." Davud o'zining qo'li bilan ishlab turmushni kechirdi deydi. Alloh taolo Davud alayhissalomga Sulaymon ismli bir o'g'il ato qilgan bo'lib, u o'g'li nihoyat aqlli, kichik chig'idan tortib qo'rqmas, botir edi. Sulaymonning bu ortiqchiligini bayqagan Davud alayhissalom uni davlat boshqarish ishlarida, ibodat, hatto boshqalarning orasida hukm chiqarganda bu yendan ayirmaydi. Bu sababdan Davud alayhissalomning o'g'li Sulaymon kichikdan boshlab dadasiga o'xshash ibodat qo'y, kishilarning orasida ayrilgan hukmlarni ko'p anlagan bo'lg'achqa, boshqalarning orasida adolat bilan hukm chiqarishga nihoyat mohir, zirak, qo'rqmas bo'lib yetishib chiqadi. Bir kuni Davud alayhissalom odati bo'yicha Sulaymon alayhissalomni yendan ayirmay, uni agashtirib, davolashib qolgan ikki odamning qishig'iga keladi. Bu ikki odamning birisi dehqon, yana birisi bo'lsa padichi edi. Padichining qo'ylari kechida dehqonning etizligiga chiqib, uning ziroatlarining hammasini yevatgan edi. At deganda dehqon bo'lgan ahvollarni ko'rib, padichiga qo'ylarining hammani menga bersa, chunki sening qo'ylaring hamma ziroatlarni yeb ketibdi deydi. Ama padichi bo'lsa, "Nima deb men qo'ylimni berdikanman?" deb ikkisi davolashib qoladi. Davud alayhissalom ularning bu voqealikni anglagandan keyin, qo'ylarning yeb ketgan ziroatning qimmatiga to'g'ri kelganligini aniqlab bo'lgandan keyin, qo'ylarni ziroat egasiga ayirib beradi. Bu hukmni anglagan Sulaymon alayhissalom, "Men ayirgan bo'lsam, undaq ayirmaydim" deydi. Davud alayhissalom hayron qolib, "Qani ayta, sen ayirgan bo'lsan, qanday ayirtding?" deydi. Sulaymon alayhissalom padichi qo'ylarini dehqonga 1 yil beradi. Ziroatidan ziyon tortgan dehqon 1 yil bo'yicha padichining qo'ylaridan foydalanadi, uning sutini sig'ib ichidi, tug'ilsa balari uning bo'ladi. Bu 1 yil jarayonida padichi dehqonning etizining hammasini o'ngshab beradi. Kelar yili normal hosil og'ili bo'lgan holatga akiladi. Shundaq holat kelsa, qo'y egasiga qaytadi, dehqonmi o'zining etizini qo'lga oladi deydi. Davud alayhissalom o'g'li Sulaymonning ayirgan bu hukmini anglagandan keyin nihoyat suyunib ketadi va "Vaffaqta ya bunay." Nihoyat to'g'ri ayirdan ey balam. Mushundaq bo'lsin deydi. Ya'ni Alloh taolo Sulaymon alayhissalomni boshqa bir ishga tayyorlayotgan. Bu sababdan eng to'g'ri hukmni uningga ilhom qilgan. Dadasining oldida uni namoyon qilg'izgan. Ya'ni Alloh taolo Sulaymonni bir payg'ambarlikka, dunyo tarixidagi eng chong podshohlikka tayyorlayotgan. Shuning uchun uning qalbiga kichik bo'lsa-mu ana shundaq to'g'ri hukm va hikmat ato qilgan. Alloh taolo bu voqealikni Qur'on Karimda bayon qilib, "Va Davud va Sulaymon iz yahkumani fil harth iz nafashat fihi ghanamul qawm." O'z vaqtida bir qavmning qo'yi kechida ziroatni buzib o'tganda, u masalada Davud va Sulaymon hukm chiqargan. Ularning hukmiga biz shahid edik. Ya'ni Davudning chiqargan hukmiga biz shahid edik, Sulaymonning chiqargan hukmiga biz shahid edik. Fafahhamnaha Sulaymon. Biz Sulaymonga to'g'ri hukmni bildirdik, ya'ni ilhom qildik deydi. Ya'ni Sulaymon alayhissalomni Alloh taolo texmi cho'ng bir saltanatga, bir payg'ambarlikka tayyorlaganligi uchun uningga ana shundaq to'g'ri hukmlarni bildirgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Sulaymon alayhissalom chiqargan ajoyib bir hukmdan birini bizga bayon qilib mundaq deydi. Bani Isroillar ichida ikki ayol yanada bu vaqt tuqqan. Bu ikki ayol bir kunisi birga kelib, paranglashib o'tirgan vaqtida bir bo'ri kelib, uning birisining bolasini erib qochgan. Bu kuni bir ep qochgan ayol, "Ayda qolgan bu vaqtni mening balam, sening balangni bir ep ketdi" deb turgan. Bu ikki ayol mushundaq da'voga tushib qilib, Davud alayhissalomning qishig'iga keladi. Davud alayhissalom ularning gap so'rash, aniqlash va har xil usullarni qo'llangandan keyin tirish orqali u buvoqni, ya'ni qilib qolgan buvoqni yoshli cho'ngroq ayolga, ya'ni o'zining onasiga emas, bolasini bir ep qochgan ayolga ayirib beradi. Buvoqning o'z onasi, ya'ni yoshli kichikroq ayol buningga qoyil bo'lmay, Sulaymon alayhissalomning qishig'iga keladi. Sulaymon alayhissalom bo'lgan ahvollarning hammasini anglagandan keyin buvoqni oldida yotqizadi va "Qilich keltiringlar" deydi. Qilich keltiradi. "Men bu buvoqni o'ttirdan kesib ikkinlarga ayirib beraman" deydi. Bu gapni anglagan kichik ayol "Yo'q, bo'ldi. Bola oshayonning bo'lsin" deb yig'lab tashlaydi. U ayoldagi balaga bo'lgan shafqatni ko'rgan Sulaymon alayhissalom, "Bola yoshli kichik ayolning ekan. Chunki yoshli kichik ayol, men uni ikkiga bo'lib berman desam, o'zini tutolmadi. Ammo yoshli cho'ng ayol bo'lsa, tavrab qo'ymadi. Demak, ona bolasiga mushtaq shafqatli keladi" deb mana mush usul bilan bolani o'zining onasiga bo'lib beradi. Ya'ni bu hukmni Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo tomonidan bildirilgan, ilhom qilingan. Ya'ni Alloh taolo Sulaymon alayhissalomni cho'ng bir ishqa, cho'ng bir saltanatga tayyorlayotgan bo'lganligi uchun mana mushundaq eng to'g'ri shaklda hukm chiqarish usullarini uningga ilhom qilishga boshlagan. Shunday qilib Davud alayhissalom Bani Isroillarga nihoyat uzun mazgil podshohlik qiladi. Yashi 100 yoshga yaqinlashgan
yanglışqa vaqtida oxirgi hayotimda Baytul Muqaddas, ya'ni Masjidul Aqsoni bir qatim yengilay deb mushuni niyat qiladi. Baytul Muqaddas, ya'ni hozirgi Masjidul Aqsa tunji qatim Odam alayhissalomning bolalari tarafidan Kaaba bino qilinib 40 kundan keyin bino qilingan. Uningdan keyin Ishoq alayhissalom, Yaqub alayhissalom va ularning avlodlari bir qancha qatim yengilagan. Davud alayhissalomning davri kelgan vaqtda noyat ko'nirib ketgan bo'lg'achqa yengilay deb niyat qilib, o'g'li Sulaymon alayhissalom bilan birga uni yengilashga tutush qiladi. Lekin uni yengilashga qadam ola olmayla Davud alayhissalom vafot topadi. Davud alayhissalom vafot topgandan keyin Alloh taolaning vahiy qilishi bilan podshohlik ham payg'ambarlik, ana shu payg'ambarlik va podshohlikqa tayyorlangan Sulaymon alayhissalomga miros qoladi. Sulaymon alayhissalomga podshohlik va payg'ambarlik ato qilingandan keyin uningga Davud alayhissalomga berilgandan ko'proq dunyoviy ilmlar, mo'jizalar va ajoyib iqtidorlar beriladi. Sulaymon alayhissalom kishilarga Allohning o'ziga bergan fazilati, ortiqchiligini bayon qilish uchun ya ayyuhan nas ullimna mantiqat tayr va utina min kulli shay inna hada lahuval fadlul mubin. Xaloyiqlar, ey Bani İsraillar, anlanglar. Alloh taolo menga qushlarning tilini bildirdi. Ya'ni men qushlarning nim deganligini bilaman. Va utina min kulli shay. Alloh taolo menga ko'p narsalarni ato qildi. Inna hada lahuval fadlul mubin. Bu ochiq Allohning fazli. Ya'ni buni men Alloh berdi, o'zim o'rganmadim, dadamdan miros qolmadi deb haqiqiy mu'minga xos sifatda bergan fazilat va ortiqchiliklarni Alloh taolo tomonidan kelganligini iqror qiladi. Allohga ishongan har bir kishi mana shunday o'zi erishgan ortiqchiliklarni Allohdan ko'rish kerak. Biz har qancha erishib ketgan bo'lsak-mu, texi Sulaymon alayhissalom erishgan narsaning 100 ming, 1 millionning birisiga erishmadi. Sulaymon alayhissalom ana shunday dunyoviy ilmlar, qushning tili, shamolning bo'ysunishi o'xshash ajoyib ilmlar berilgan bo'lsa-mu, inna hada lahuval fadlul mubin. Bu ochiq Allohning fazli dedi. Hargizmi mening aqlliq bo'lganligim uchun, dadamning podshoh bo'lganlik uchun demedi. Sulaymon alayhissalomga shunday bir saltanat berilganki, butun jinlar uningga bo'ysunadi. Hatto qushlar bo'ysunadi. Alloh taolo bu saltanatni Qur'on Karimda bayon qilib, "Va hushira li Sulaymana va junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuzaun." Sulaymonning jinlardan, insonlardan va qushlardan bo'lgan qo'shinlari to'planadi. Sulaymon uning oldida nihoyat dabdi bilan mangadi. Ular tartiblik o'rlashtirilgan edi deydi. Ya'ni Sulaymon alayhissalomga berilgan saltanat, kuch dunyoda hech kimga berilmagan va qiyomatgacha hech kimga berilmaydi. Sulaymon alayhissalomga ana shunday dunyoda hech kimga berilmagan kuch va saltanat berilgandan keyin Allohning ajoyib cho'ng bir imtihoniga duchor bo'ldi. Sulaymon alayhissalom qanday imtihonga duchor bo'ladi? Sulaymon alayhissalomning davrida Bani İsraillarning ahvoli qanday darajaga yetdi? Bu haqda kitobda Alloh qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.